Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham dolzarb va ko'pchilikni xavotirga solayotgan bir mavzu haqida gaplashamiz. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, hatto kundalik suhbatlarda ham tez-tez uchraydigan 6 yoshdan keyin davolashmaydi. Pensiyaga chiqqanlarni shifokorlar qabul qilishmaydi degan mish-mishlar bor. Bu gaplar nafaqat keksa avlod vakillarini, balki ularning farzandlarini, nabiralarini ham tashvishga solmoqda. Balki siz ham bu xabarlarni eshitib, bu rostmi? Bizning ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz sog'ligini kim o'ylaydi endi? degan savollar bilan qiynalgandirsiz. Aynan mana shu savollarga bugun aniq va tushunarli javob berishga harakat qilamiz. Men sizning ekspert shifokoringiz barcha faktlarni ochiq-oydin tahlil qilib beraman. Shunday ekan, bu video sizning va yaqinlaringizning kelajakdagi sog'lig'i uchun juda muhimdir. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki siz bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsani shu yerda topasiz. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo ushbu xavotirlarning ildizlariga chuqur nazar tashlaylik. Tarixan mamlakatimizda har bir fuqaroning yoshidan qat'i nazar tibbiy xizmatlardan foydalanish huquqi qonun bilan kafolatlangan. Ayniqsa keksa yoshdagilar, ya'ni nafaqaxo'rlar doimiy davlat himoyasida bo'lib kelgan. Bu birinchi navbatda bepul tibbiy xizmatlar, imtiyozli dori-darmonlar va sanatoriy kurortlarda davolanish imkoniyatlari orqali amalga oshirilgan, poliklinikalar va shifoxonalarda yoshi ulug' bemorlarga alohida e'tibor qaratilgan, navbatlarsiz qabul qilish, uyda tibbiy yordam ko'rsatish amaliyoti keng tarqalgan edi. Bu tizim juda ko'p yillar davomida uzluksiz ishladi va aholi o'zining tibbiy himoyasi borligiga ishonch hosil qilgan edi. Lekin oxirgi yillarda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, moliyalashtirish mexanizmlarining o'zgarishi va shifoxonalar faoliyatini optimallashtirishga qaratilgan harakatlar fonida odamlar orasida tushunmovchiliklar yuzaga keldi. Ayniqsa tibbiy xizmatlarning ayrim turlarini pullik asosga o'tkazish, ba'zi ixtisoslashgan markazlarga yo'llanma olish jarayonining murakkablashishi kabi omillar endi hammasi pullik bo'ladi. Keksalarga bepul davo yo'q degan xavotirlarni kuchaytirdi. Maxfiy buyruq haqidagi gaplar ham aynan mana shu tushunmovchiliklar va ma'lumot yetishmasligi tufayli paydo bo'ldi. Aslida hech qanday 6 yoshdan keyin davolashni taqiqlash yoki shifokorlarni keksalarni qabul qilmaslikka buyurish haqida rasmiy maxfiy buyruq yo'q. Bunday buyruq qonunlarimizga mutlaqo zid bo'ladi. Ammo ba'zi tibbiyot muassasalarida resurslar yetishmasligi, shifokorlarning ko'pligi, ba'zida xodimlarning savodsizligi yoki loqaydligi tufayli keksa bemorlarga xizmat ko'rsatishda muammo paydo bo'lishi mumkin. Ana shu holatlar tezda mish-mishlarga, keyin esa maxfiy buyruq haqidagi uydirmalarga aylanib ketadi. Bizning vazifamiz aynan shu xavotirlarni bartaraf etish, aniq ma'lumotlar berish va har bir fuqaroning yoshidan qat'i nazar qanday tibbiy yordam olish huquqi borligini tushuntirishdir. Asosiy qism 2. Batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Keling, hozirgi vaziyatni har bir holat bo'yicha batafsil ko'rib chiqaylik. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerakligi haqida aniq tushunchaga ega bo'lishimiz muhim. Shoshilinch tibbiy yordam sizning yoshingizdan qat'i nazar. Shoshilinch tibbiy yordam har doim har bir fuqaroga to'liq hajmda va mutlaqo bepul ko'rsatiladi. Bu qonun bilan mustahkamlangan asosiy tamoyil. Agar bobongiz 75 yoshda bo'lib, to'satdan yurak xuruji tutsa yoki insult bo'lsa, tez yordam chaqirilganda u darhol yetib keladi va bemorni eng yaqin shifoxonaga olib boradi. U yerda mutaxassislar zudlik bilan kerakli muolajalarni boshlaydi. Hech kim uning yoshini so'rab turmaydi. Davolashdan bosh tortmaydi. Bu qoidaga har qanday tibbiyot xodimi qat'iy amal qilishi shart. Aks holda qonuniy javobgarlik belgilangan. Ya'ni shoshilinch holatlarda yoshning ahamiyati yo'q, davolash kafolatlangan. Shu sababli shoshilinch vaziyatlar uchun keksa yoshdagi fuqarolar va ularning oilalari mutlaq xavotirlanmasligi kerak. Bu tizim uzluksiz ishlashi uchun barcha zarur choralar ko'rilgan. Poliklinika va birlamchi tibbiy sanitariya yordami. Har bir fuqaro, shu jumladan 6 yoshdan oshganlar ham o'z yashash joyidagi oilaviy poliklinikaga biriktirilgan bo'lishi shart. Bu yerda siz umumiy amaliyot shifokori, ya'ni oilaviy shifokor ko'rigidan o'tishingiz, profilaktik choralar olishingiz, kerakli maslahatlar olishingiz, dori-darmonlar uchun
retsept yozdirishingiz mumkin. Bu xizmatlar ham davlat tomonidan moliyalashtiriladi va bepul hisoblanadi. Misol, marhum bobomiz 80 yoshda edi. U har oyda qon bosimini o'lchash, shakar darajasini nazorat qilish va doimiy qabul qilish kerak bo'lgan dorilar uchun oilaviy poliklinikaga borardi. U yerda oilaviy shifokor unga muntazam ko'rik o'tkazib, kerakli yo'llanmalar berar edi. Hech qachon unga yoshingiz katta deb xizmat ko'rsatishdan bosh tortmagan. Agar poliklinikada navbatlar ko'p bo'lsa yoki shifokorlar band bo'lsa, bu keksalarga xizmat ko'rsatishni cheklash degani emas, balki tizimdagi umumiy muammolar bilan bog'liq. Bu yerda biroz kutishga yoki ro'yxatga yozilishga to'g'ri kelishi mumkin, ammo xizmatdan mahrum qilinmaysiz. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizning yashash joyingizdagi poliklinikada haqiqatan ham keksa bemorlarga nisbatan loqaydlik, beparvolik holatlari kuzatilsa yoki sababsiz rad etishlar bo'lsa, siz xavotir olishingiz va tegishli choralarni ko'rishingiz kerak. Bu tizim muammosi emas, balki ayrim xodimlarning intizomi masalasi. 3. Ixtisoslashgan tibbiy yordam, tor doiradagi mutaxassislar, rejalashtirilgan operatsiyalar. Mana shu yerda ba'zan tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan ixtisoslashgan tibbiy markazlarda kardiologiya, endokrinologiya, nevrologiya va boshqalar yoki shifoxonalarda davolanish uchun odatda oilaviy shifokor yoki mahalliy poliklinika mutaxassisi tomonidan berilgan yo'llanma talab qilinadi. Ba'zi murakkab va qimmat operatsiyalar, masalan, yurak operatsiyalari yoki qimmatbaho diagnostika turlari uchun navbatlar bo'lishi mumkin. Bu navbatlar yoshga qarab emas, balki kasallikning og'irligi, shoshilinchlik va mavjud resurslar asosida shakllanadi. Misol, meni tanishimning onasi 17 yoshli amma Gulnora ko'zda katarakta operatsiyasiga muhtoj edi. Uning oilaviy shifokori uni viloyat ko'z kasalliklari shifoxonasiga yo'llanma bilan yubordi. U erda operatsiya uchun navbatga qo'yishdi. Taxminan 2 oy kutishga to'g'ri keldi. Ammo oxir-oqibat operatsiya muvaffaqiyatli o'tkazildi va davlat hisobidan bo'ldi. Hech kim yoshini sabab qilib operatsiyadan bosh tortmadi. Navbat borligi yoki kutish muddati uzayishi bu davolashdan voz kechish degani emas. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning yaqiningizga yo'llanma orqali ixtisoslashgan yordam ko'rsatilayotgan bo'lsa, shunchaki navbat kutishga to'g'ri kelsa, bu normal holat. Kim xavotir olishi kerak? Agar yo'llanma bilan borganingizda sababsiz faqatgina yoshni bahona qilib davolashdan butunlay bosh tortsa, bu jiddiy qonunbuzarlikdir. Bunday holatlar kam uchraydi, lekin sodir bo'lishi mumkin. Afsuski, bu holatlarning ba'zilari mahalliy darajadagi malakasiz yoki mas'uliyatsiz xodimlar tomonidan yuzaga keladi va aynan shular maxfiy buyruq haqidagi mish-mishlarga sabab bo'ladi. 4. Imtiyozli dorilar va sanatoriy kurort davolash. Keksa yoshdagi fuqarolar, ayniqsa nogironligi borlar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar, ma'lum kasalliklar bilan ro'yxatga olinganlar uchun imtiyozli dori-darmonlar va sanatoriy kurortlarga yo'llanmalar berilishi davom etmoqda. Bu tizim ham ma'lum bir tartib va qoidalarga ega, ammo yoshni cheklovchi omil sifatida ko'rmaydi. Misol, bobo Hakimjon 72 yoshda diabet kasalligi bilan ro'yxatda turadi. U har chorakda poliklinikadan imtiyozli dori-darmonlar oladi. Har 2 yilda bir marta esa shifokor tavsiyasiga ko'ra sanatoriy kurortga bepul yo'llanma oladi. Bu jarayon avvalgidek davom etmoqda. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz barcha kerakli hujjatlarni taqdim etib, tartibga amal qilsangiz, bu imkoniyatlardan foydalanishda yosh cheklovchi omil bo'lmaydi. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizga dorilarni yoki sanatoriyga yo'llanmani berishda yoshingizni bahona qilib qo'shimcha talablar qo'yishsa yoki rad etishsa, bu qonunbuzarlik. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Endi esa vaziyatni yanada chuqurroq tushunishimiz uchun ba'zi istisnolar, noaniq jihatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlar haqida gaplashamiz. Aynan mana shu jihatlar ko'pincha maxfiy buyruq degan noto'g'ri tasavvurlarning shakllanishiga sabab bo'ladi. 1. Tibbiy ko'rsatmalarga asoslangan cheklovlar yoshga emas. Ba'zi murakkab operatsiyalar yoki davolash usullari uchun tibbiy ko'rsatmalar mavjud bo'lib, ular yoshga emas, balki bemorning umumiy sog'lig'i, organizmning chidamliligi va operatsiyadan keyingi tiklanish ehtimoliy kabi omillarga asoslanadi. Masalan, juda og'ir yurak jarrohligi, ba'zi onkologik operatsiyalar yoki organ transplantatsiyasi kabi yuqori texnologik aralashuvlar bemorning yoshi 85 dan oshganda uning boshqa og'ir kasalliklari, masalan, qandli diabet, buyrak yetishmovchiligi, surunkali nafas yetishmovchiligi mavjud bo'lsa,
amalga oshirilmasligi mumkin. Bu davolashdan qasddan bo'sh tortish emas, balki bemorning hayotini xavf ostiga qo'ymaslik va muolajaning foydali bo'lmasligi ehtimoli tufayli olinadigan professional tibbiy qaror. Ya'ni agar 80 yoshli bemorning yuragi operatsiyasiz ko'tarmasligi yoki narkozdan chiqa olmasligi xavfi yuqori bo'lsa, shifokorlar bu jarrohlikdan voz kechishi mumkin. Bu yoshi katta bo'lgani uchun davolamaymiz degani emas, balki uning organizmi bu operatsiyani ko'tara olmaydi degan ma'noni anglatadi. Bu yerda xavotir olishga hojat yo'q, chunki shifokorlar har doim bemorning manfaatini ustun qo'yadilar. Iqo'yi. Moliyaviy masalalar va qo'shimcha xizmatlar. Davlat tibbiy xizmatlari bepul bo'lishiga qaramay, ba'zi qo'shimcha qulayliklar yoki tanlovli xizmatlar pullik bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishilik palata individual parvarish eng zamonaviy va qimmat diagnostika apparatlarida tekshiruvdan o'tish. Agar uning bepul analogi mavjud bo'lsa, ayrim dori-darmonlarning faqat o'zingiz tomonidan sotib olinishi, agar davlat ro'yxatida bo'lmasa, kabi holatlar. Ba'zida bu holatlarni tushunmasdan odamlar bizdan pul talab qilishdi. Demak, keksalarni davolash pullik bo'libdi deb o'ylashadi. Misol, bobo Azimjon 70 yoshda. U davlat shifoxonasida davolanayotganda o'g'li unga bir kishilik shinamroq palata olib berishni xohladi. Shifoxona buning uchun qo'shimcha haq so'radi. O'g'li buni keksalarga bo'lgan diskriminatsiya deb qabul qildi. Aslida shifoxonaning umumiy palatalari bepul, ammo qo'shimcha qulayliklar uchun haq olinishi odatiy holat. Keksalarga davolashdan bo'sh tortish emas, balki qo'shimcha xizmatlar uchun to'lov olishdir. Shu sababli aynan nima uchun pul talab qilinayotganini aniq tushunib olish kerak. 30. Hududiy farqlar va infratuzilma muammolari. Ba'zi uzoq joylarda yoki kichik tumanlarda tibbiy xizmatlarning sifati va to'liqligi katta shaharlarga nisbatan pastroq bo'lishi mumkin. Bu keksa bemorlarga nisbatan diskriminatsiya emas, balki hududiy infratuzilma va kadrlar bilan bog'liq umumiy muammo. Qishloq poliklinikasida mutaxassis shifokorlar kamligi yoki zamonaviy uskunalar yo'qligi sababli keksa bemorni viloyat markaziga yuborishlari mumkin. Bu davolashmaydi degani emas, balki bu yerda davolash imkoniyati yo'q. Shuning uchun yuqori darajadagi muassasaga yuboramiz deganidir. Tuzoq. Ba'zida shifokorlar yoki tibbiyot xodimlari o'zlarining shaxsiy ish ko'pligi, maoshining kamligi yoki loqaydligi sababli keksa bemorlarga nisbatan e'tiborsizlik qilishlari mumkin. Bu vaziyatda xavotirlar paydo bo'lishi tabiiy. Ammo bu tizim tomonidan qo'yilgan cheklov emas, balki inson omili bilan bog'liq muammo. 4. Sog'liqni saqlash tizimidagi optimallashtirish va resurslarni taqsimlash. Sog'liqni saqlash tizimini optimallashtirish doirasida ba'zi shifoxonalar qayta profillanadi, ba'zi bo'limlar birlashtiriladi. Bu jarayonlar ba'zan bemorlarga, ayniqsa keksalarga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Masalan, oldin yaqin joylashgan shifoxonada mavjud bo'lgan bo'lim endi uzoqroq boshqa shifoxonaga ko'chirilishi mumkin. Bu holat davolash tizimi qisqarib ketdi degan fikrni uyg'otadi. Ammo bu aslida mavjud resurslarni yanada samaraliroq taqsimlashga qaratilgan harakatdir. Bemorlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida amalga oshiriladi, nafaqat yoshi katta bemorlarga nisbatan. Noaniq nuans, ba'zi yangi dori vositalari yoki davolash texnologiyalari juda qimmat bo'lib, davlat ularning barchasini bepul ta'minlay olmasligi mumkin. Bunday holatlarda shifokorlar bemorga bir nechta variantni taklif qilishi mumkin. Bepul, ammo biroz eski usulni yoki pullik, ammo zamonaviyroq variantni. Bu tanlov huquqi bo'lib, davolashdan bosh tortish emas. Xulosa qilib aytganda, 6 yoshdan keyin davolashdan bosh tortish haqidagi gaplar asossiz mish-mishlardir. Lekin ba'zi tushunmovchiliklar, tizimdagi xususiy muammolar yoki kadrlar omili tufayli bunday xavotirlar paydo bo'lishi tabiiy. Endi esa bunday vaziyatlarda nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Aniq ko'rsatmalar agar siz yoki sizning yaqinlaringiz yuqorida aytilgandek xavotirlarga duch kelsangiz yoki tibbiy xizmatlardan foydalanishda haqiqatan ham muammolarga duch kelsangiz, quyidagi aniq qadamlarni bajaring. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi va adolatli yechim topish imkoniyatini oshiradi. Birinchi qadam, o'zingizning oilaviy shifokoringizga murojaat qiling. Har qanday tibbiy muammoda birinchi navbatda o'zingiz biriktirilgan oilaviy poliklinikadagi oilaviy shifokoringizga murojaat qiling. Bu oddiy, ammo eng muhim qadam. U sizni ko'rikdan o'tkazadi, dastlabki tashxis qo'yadi va kerak bo'lsa, tor doiradagi mutaxassisga yo'llanma beradi.
oilaviy shifokorning vazifasi sizni birlamchi tibbiy yordam bilan ta'minlash, shu jumladan keksa yoshdagi bemorlarni ham. Nima uchun bu muhim? Ko'p hollarda muammolar shu yerdayoq hal bo'ladi. Agar oilaviy shifokor sizni eshitishni istamasa, yo'llanma bermasa yoki uning munosabati sizni qoniqtirmasa, poliklinika bosh vrachining o'rinbosariga yoki bosh vrachning o'ziga murojaat qiling. 2. Ikkinchi qadam, davlat poliklinikasiga yoki shifoxonasiga borganingizda o'zingiz bilan tegishli hujjatlarni olib boring. Har doim o'zingiz bilan pasportingizni, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomangizni va agar mavjud bo'lsa, nogironlik guvohnomasini olib boring. Bu hujjatlar sizning huquqlaringizni tasdiqlaydi va sizga imtiyozlar berilishi mumkinligini ko'rsatadi. Nima uchun bu muhim? Ba'zi tibbiyot muassasalarida tartib-qoidalar qat'iy bo'lishi mumkin. Hujjatlaringiz joyida bo'lsa, sizga xizmat ko'rsatishdan bosh tortish uchun hech qanday bahona bo'lmaydi. 3. Uchinchi qadam, agar sizga xizmat ko'rsatishdan bosh tortilsa yoki sababsiz rad etilsa, yozma shikoyat qiling. Bu eng muhim qadamlardan biri. Agar sizga tibbiy xizmat ko'rsatishdan, maslahat berishdan, yo'llanma berishdan yoki dorilarni olishdan sababsiz bosh tortilsa, og'zaki shikoyat qilishdan tashqari albatta yozma shaklda shikoyat qiling. Qanday yozma shikoyat qilish kerak? A. Shikoyatni tibbiyot muassasasi rahbari, bosh vrach nomiga 2 nusxada yozing. Bir nusxasini o'zingizda saqlab qoling. B. Shikoyatda vaziyatni aniq va batafsil bayon eting. Qachon, qayerda, kim tomonidan, agar ismini bilsangiz, qanday xizmatdan bosh tortilgani, nimani talab qilganingiz va qanday javob olganingizni ko'rsating. C. Agar guvohlar bo'lsa, ularning ismlarini va aloqa ma'lumotlarini ham ko'rsatishingiz mumkin. Shikoyatning ikkinchi nusxasiga kiruvchi raqam va sana qo'ydirib, muassasa muhri bilan tasdiqlatib oling. Agar ular kiruvchi raqam berishdan bosh tortsa, shikoyatni pochta orqali buyurtma xat shaklida yuboring. Nima uchun bu muhim? Yozma shikoyat rasmiy hujjat hisoblanadi va unga javob berilishi majburiy. Og'zaki shikoyatlar tez-tez e'tiborsiz qoldiriladi. 4. qadam, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Agar sizning shikoyatingiz tibbiyot muassasasi rahbari tomonidan e'tiborsiz qoldirilsa yoki berilgan javob sizni qoniqtirmasa, quyidagi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. A. Tuman, shahar sog'liqni saqlash bo'limi. B. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari. Ijtimoiy himoya agentligi, pensiyadagilarning huquqlarini himoya qilish maqsadida. Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanallari yoki kol markaziga ommaviy axborot vositalari orqali, agar boshqa yo'llar ish bermasa va muammo jiddiy bo'lsa. Nima uchun bu muhim? Yuqori turuvchi organlar va jamoatchilik nazorati ko'pincha muammolarni hal qilishda samarali bo'ladi. Ular sizning shikoyatingizni tekshirib chiqishi va aybdorlarga nisbatan chora ko'rishi mumkin. 5. qadam, o'z huquqlaringizni biling va talab qiling. Har bir fuqaroning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida va fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunda mustahkamlangan tibbiy xizmatlardan foydalanish huquqi bor. Ushbu qonunlar hech qanday yosh cheklovini nazarda tutmaydi. Agar sizning huquqlaringiz buzilsa, siz ularni talab qilishga haqlisiz. Nima uchun bu muhim? O'z huquqlarini bilgan odamni aldash yoki unga adolatsiz munosabatda bo'lish qiyinroq. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun biz 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan xavotirli savolga atroflicha javob berdik. Bizning sog'liqni saqlash tizimimizda ba'zi kamchiliklar, tushunmovchiliklar yoki aloqa xodimlarining mas'uliyatsizligi uchrab turishi mumkin. Ammo mamlakatimizda hech qanday maxfiy buyruq bilan keksa yoshdagi fuqarolarga tibbiy xizmat ko'rsatishdan bosh tortilmaydi. Davlat har bir fuqaroning yoshidan qat'i nazar sog'lig'ini himoya qilishga kafolat beradi. Eng muhimi o'z huquqlaringizni bilish, pasaymaslik va agar muammoga duch kelsangiz, yuqorida aytilgan ko'rsatmalar bo'yicha harakat qilishdir. Bu video sizga va yaqinlaringizga xotirjamlik bag'ishladi va kelajakda qanday harakat qilish kerakligi bo'yicha aniq yo'l xaritasini berdi deb umid qilaman. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha sizda qanday fikrlar bor? Sizning yaqinlaringiz yoki o'zingiz shaxsiy tajribangizda shunga o'xshash holatlarga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z tajribangizni va savollaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan bo'lishing, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
keyingi videolarda yanada foydali ma'lumotlar bilan uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.